Hurmatli kuzatuvchilar, mana bugungi navbatdagi operatsiyamiz bu bemorimiz birlamchi bepushtlik bilan murojaat qilganlar, ya'ni tashxislash davrida barcha tekshiruvlarni amalga oshirishayotganda bachadon bo'shlig'i polipozi aniqlangan. Hozir diagnostik gastroskopiya amaliyotini amalga oshiramiz va bachadonda topilgan hosilalarni gistologiyaga jo'natamiz. Bemorimiz tayyormi? Shu operatsiyani boshlaymiz. Bo'shlig'ida bachadon bo'g'zini kengaytiramiz. Bachadon bo'g'zini kengaytiramiz. Undan keyin apparatimizni bachadon bo'g'ziga kirgizamiz. Bachadon bo'shlig'iga kiramiz. Kanali sheyka. Mana ko'rib tursangiz, kirib urishimizdan уже siniya bor. Homiladorlik bo'lishiga shuni o'zi to'sqinlik qilgan. Bachadon bo'shlig'ini reviziya qilamiz. Ko'rib turibsizlar, biz hozir bachadon bo'shlig'idamiz. Mana bu bachadon bo'shlig'ini o'ng bachadon naylari qismiga o'tadigan joy. Ustiga qaramamiz, ko'ryapsizlar, bu yerda bachadon naylari o'tkazuvchanligi bor.